Assalomu alaykum vatandoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 84-soniga xush keldinglar. Bugun biz Cumhur reisimiz Mamtun Ala efendimni vaziyat va mulohiza degan temada bu suhbatimizga taklif qilamiz. Mamtun Ala efendim bu suhbatimizga xush keldingiz. Hoş bulduk. Rahmat. Sizni biz davomli bu suhbatimizda avval qilib turamiz. Amaliyotda bizningki nurg'un suhbatimiz oldimizda saqlab turibdi. Masalan, Aqtashlik kitobimizda tugimadi. Uningki irqiy qirg'inchilik to'g'risida chiq paranglarimiz bordi. Uningga texi vaqt ajratamadik. Endi bugun sizningki eksga chiqargan bir nihoyat esil yozmangiz bilan bu suhbatni boshlashni niyat qildim. Shundoq, biz bu irqiy qirg'inchilikdan omon qilig'liq. Siz va men. Vatanda qolgan bo'lsak, mushu kimligimiz va kallimiz uchun dushmanlarimiz tarafidan qiyma-chiyma qilib o'ltirilatdik. Ammo bizning tushunishimizdan halqib ketgan sababda omon qoldik. Biz amaliyotda dushmanimiz tarafidan o'ltirilgan millionlagan Uyg'urlarning jinining badalida hayot yashayapmiz. Chunki ular bizga o'xshaganligi va biz bo'lganligi uchun o'ltirildi. Shunga biz yashayotgan bu hayotning biz o'taydigan bir bedeli var. Baş tartib bo'lmas bir burchi var. Tenimizdagi bu hayot can bizga bir amanet. Ko'zi ochiq ketganlarning amonati. Uni ular kutgan kabi yashamasak, bu dunyo qora yuz bo'lib ketamiz. Men uchun eng lazzatli jon qiynaqi qaytqili bo'lmasqa qaytishqa, o'ylag'ili bo'lmasni o'ylashqa va yetkili bo'lmasqa yetishga asabilarcha urinishdir. Men uchun bunda to'qinishli holatdan xoli hayot oddiy, farazlik va ma'nisiz. Ko'pdan ko'p rahmat Mamtun Ala efendim. Pek esil yozma yozibsiz. Vatanimizning mustaqilligini asliga qaytarish bizning hayotimizning ma'nisi. Hamda biz yana 12-oktyabr to'g'risida suhbatimizni boshlaylik. Bizning hukumatimiz 2019-yildan boshlab Xitoyning vatanimizga tajovuz qilib kirgan 12-oktyabr kunida namoyish qilib, Xitoy tajovuzchilariga qarshi irodamizni namoyon qilib keldik. Afsuski, 1-oktyabrni xotirlaydigan bir bo'lak insonlarimizdan sir 12-oktyabrni atalmış Uyg'ur yemak-ichmak yarmankisi, Uyg'ur bozori qatorliq faoliyatlar bilan mazmunlanayotgan ahvollarni ko'rdik. Sizce bu bir tasodif bir udulkab qilishmi? Yoki nodonlikdan bo'layotganmi va yoki bu yerda Xitoy birlik sepining bir tutash maqsadli o'rlashtirishdan bo'layotganmi? Marhamat. Bizning 1949-yili 12-oktyabr Xitoy Ozodlik armiyasiningki bizning vatanimizga tajovuz qilib kirgan kuni. Ya'ni bu mustamlik qilinganligimizningki boshlanishi. Bu kun bizning tariximizdagi bo'lapmi bizningki 20-asrdan boshlangan tariximizdagi eng qor kunning birisi. Endi bu kun bilan 10-ayning birini yoki boshqa har qanday bir kunni selishtirishga bo'lmaydi. Chunki bu kunning ahamiyati shu qadar zo'rki, bu kunda biz butun o'zimizningki bir davlat, bir xalq bo'lish sifatimiz bilan egilik huquqimizni yo'qotgan kun. Men buni tushuntirish uchun oddiy bir misol olay. Avstraliyada 1-ayning 26-kuni Avstraliya kuni. Bu kunda Angliyadagi masalan Afrika avatlagan tunji jinoyatchilar kelgan tunji flot parxodlar kelgan kun. Sydney To'g'rining masalasi bo'lishi kerak, to'xtab qoldi. Mamtun Ala efendimninki ovoz chiqmay qoldi. To'g'rining masalasi bo'lishi kerak. Hozir Mamtun Ala efendim shuni deyotgan. Voy, ozroq uzilib qoldi. Shuning uchun
bu 10 ayninki 12 kuni xuddi Avstraliyadagi aboriginlar uchun mustamlik kuni bo'lgandek biz uchun bu mustamlik. Hozir bu haqdagi datalash bag'ansiri kuchayyapti Avstraliyada. Avstraliya hukumati va Avstraliyadagi bir qism xalqlar bu kunni Avstraliya kuni deb tabriklash ching tursa, aboriginal yani yerlik xalq bu kunni o'zgartishni, bu kunning o'ziga g'oyat zo'r bir stress olib kelganligi, ularni qaytadan asoratga soldiganligini aytib bu kunni rad qilyapti. Shuning o'xshash sizlarnikidimi Kolumbiya kuniga, Kolumbusninki Amerikaga kelgan kuni 1994 deyman. Har yilninki oktyabrninki 2-haftasiniki dushanba kuni tabriklaysizlar. Buni hozir ba'zi shtatlar tabriklashni amaldan qoldirdi. Bayden hukumati buni boshqa shtatlarninki tabriklashiga yo'l qo'ygan bilan hozir Trump hukumati buni yana Kolumbus kunininki ilgirgidek tabriklanish haqida qarornomalarni muvofiq qildi. Bu deganlikning o'zi bu masala hal bo'lmagan masala. O'zimizning gapiga kelsak, demak, ayning 12 kuni biz eglik huquqimizni yo'qotgan kun. Endi 12 ayninki 23 kuni Xitoy Sharq Turkistondagi barliq qarshiliklarning hammani yo'qotib, Sharq Turkistonni o'zininki territoriya ichiga olgan va bizningki Sharq Turkiston hukumatimiz butunlay yo'qotilgan kun. Bu kundan shunday biz uchun intayin muhim ahamiyati bor. Bu kunda garchi Xitoylar masalan Sharq Turkistonni Şinjanga aylantirishni pardozlab biz tinchlik bilan ozod qildik degan bilan Sharq Turkiston xalqininki tajovuzga bo'lgan qarshiligi toki 1955-yili atalmış Uyg'ur avtonom rayoni, Uyg'ur avtonom rayoni qurilguncha davomlashgan. Buni Xitoyning o'zining bu ayni vaqtdagi Shinhua agenti xabar qilgan. To'xtamagan necha yuz bo'lgan qarshilik harakatlar bo'lgan, cho'ng kichik bo'lib. Eng oxirgi harakatlar turilgandan keyin Xitoy anadan keyin avtonom rayonni e'lon qila oladigan jasoratga ega bo'lgan. Ammo xalqimiz hech zamon bu bizningki egilik huquqimizga tajovuz qiladigan, bizning g'ururimizni dafsanda qiladigan bu hokimiyatni hech zamon e'tirof qilgan yo'q. Albatta, Urumchida Xitoy ozodlik armiyasi kirgan vaqtida bu Uyg'urlardan ya boshqa millatlardan bo'lib chiqib, naqsh usuldan chiqib qarshi olgan. Lekin buning hammasi millatning istovoli ostidagi qarshi ilish. Albatta, asl manqurtlar, asl taslimchilar va asl sotqinlar bo'ladi, har qanday millatda bo'ladi. Buninglik bilan bizni Xitoyninki bu mustamlikasini to'liq qabul qildik deyishga bo'lmaydi. Endi savolingizning yana bir qismiga kelay. Uyg'ur xalqi bu 2 kunni qonliq motamlik kun deb tabriklamaydi ekan, bizning besilinganligimizni e'tirof qilmagan, yoki uni unutib olgan bo'ladi. Har qanday shakldagi naynanay va naqshsul bu kun uchun muvofiq kelmaydi. Bu kun biz esimiz tutadigan avlodlarimizga bu qonliq tarixni so'zlaydigan va buning uchun xuddi bizning hukumatimiz uyushtirgandek siyosiy faoliyatlarni uyushtirish orqali bu mustamlikini xotirlaydigan va uni bizning rad qildiganligimizni, buningga hargiz bo'y egmaydiganligimizni ifodalaydigan bu kun. Hargizmi yemak, ichmak, yarmankiz qiladigan yoki boshqa kun yo'q. Bunda qilishning o'zi bilmaslikdan bo'lsa bilish kerak. Bu tarixni bilmaslik o'zi Uyg'ur tarixidagi eng cho'ng bir voqeani bilmagan va bilmak selvaganlik bo'ladi. Kechirib bo'lmaydi. Tarixni boshqa qismini tutib qolsak bo'ladi, lekin bizning mushkilga qilishimizga bevosita birdan-bir sabab bo'lgan omilning buni e'tirof qilmasak, u vaqtda biz Sharq Turkistonninki xalqininki bir parchasi bo'lmaymiz. Vatanimizni tonimagan bo'lamiz. Vatanimizga o'zimiz bilib bilmay osiylik qilgan bo'lamiz. Shunchak so'zlar bu to'g'risida. Rahmat. Endi 10-ayning 1-kuni amaliyotda Xitoyninki davlat bayrami bu Xitoyning ichki ishi. Biz bilan munosabati yo'q. Shunga u kuni chiqib bizningki Qizil Xitoy qarshi turganimiz, ko'k Xitoyning yo'lini tutganimiz bo'ladiki. Gongchandang Gomindangni yo'lga solgan kuni shu kun. Bu chog'da biz Gomindangni yo'lini tutgan bo'lamiz. Hamda 10-ayning 12-kuni, 12-oktyabr Xitoylar bizga tajovuz qilib kirgan kuni. 12-ayning 22-si bizni ishg'ol qilgan kuni. Bu 2 kun biz uchun nomusli kun. Biz buni la'natlashimiz kerak. Har xil namoyishlar bilan bu kunni unutib qolmasligimiz kerak. Xuddi siz degandek
bu kıtımı meyli Gollandiyada olsun ve başka yerde olsun, Türkiye'de olsun 10-nji ayının 12-nji günü 12-nji öktäberge ülgütip bu her xil oýanlar, her xil faaliýetler bolup ketdi. Hem şu Uygurlar şunu bilmezmi? Bilmegen bolsa siz degендek öýreniş gerek. Bu Uygurlar özüniň beşideki bundaq bir taryhyny bilmese, öýrenmese bu bir setçilik bolady. Çünki beşimiz kelyapatkan günler, hazırky günler şu günlerden başlanganda. Hem-de fakat namayışga çıkanmysmy, hem-de jim turgan bolsamy, bunu kabul kılgan bolsak, hem-de o günü külüp, usul oýnap ya başka hoşal faaliýetlerni kılsa, bu bizge fakat udul gelmeýdi. Uygurluğa, bizning takdirimizge fakat zat udul gelmeýdi. Köpden-köp rahmet. Hem-de Ottur Şerq weziyetinde buruluş yüz berip, Trump rahberligide 40'dan köp garip musulman döwletleriniň kol goýuşy bilen İsrailiýa we Hamas esir almaştyrışga, uruş toktuşga kelişdi. Dünýäge hoja boluş garniýetidäki Xitay bu gıtımlyk tinçlik kelişiminden tep çykaryldy. Siz bunu Xitaynyň çoň bir maglubiýeti dep düşünemsiz? Merhamet. Xitayninki Ottur Şerqden cümleden Palestin meselesiga aralyshy 1960 ýyldan başlangan. Arafatninki ýetekçiligidäki Fatah we başga hattoki muşu Hamasninki iştirkiçe hemmesinde Xitaynyň kolu bar. Ya şu yarasy gemiz qilish, hatda Xitayninki bulaga qural beriş qatarlyk hemmesinde Xitaynyň kolu bar. Bu Xitaynyň hergizmi ne Arabga, ne musulmanga, ne Palestinliklerge köňül bilip ketip atganlygyny, ularnynki hak hukuklary qaýgyryp ketip atganlygyny bildirmedi. Musulman bolgan Uygurlarny qally qırgınçykla öldürelgen Xitaylar bu musulmanlygyma hiç reýim kılmaydı. Okşaş bir tutum bar bu ýerde. Gerçi musulmanlar bunu hazır hoşallyk bilen xuddi Xitaylar özüni beşin silawat maşaýykda görüp atgan bilen ular musulman boldy diken ätögen biz görgenden mi dehşetlik günni gördük. Bu birinci nokta. İkinci nokta Xitayninki Ottur Şerqde zor bir menfaati bar. Birisi en çoň menfaatlerinden birisi Ottur Şerqdeki musulmanlarnynki bizning vatanimiz ilip berýatgan irqi qırgınçylyk bolgan karşılıkını eyipleşlerini tosuş, bunu tosqa vaqtda şu ýerdeki hökümetninki golluk adamlaryny kontrol kılış arkaly tosuşda ibaret bir maksat. Bu maksatga ünümlik yetdi. Hökümet emas, hattoki ammawy teşkilatlarmy Şarkı Türkistan meselesi cümleden Şarkı Türkistan hazır bolup atgan irqi qırgınçylykka sada çykagany yok, asasen yok. İkinci çoň menfaati Xitaynyň Ottur Şerqdinki mol neft bolgan ihtiýaçy bar. Buning üçinmi bu ýerni kontrol kılıp turuş gerek. Üçüncüsü şu diýen wagtda bu ýerde Amerikanyň bir menfaati bilen taqarışdyryp Ottur Şerqni bir proxy, yani vakalaten uyuşturulgan bir raýonga aýrlandyrışda Xitay bu ýerde Türkiýe we Amerika. Bu jäden wagtda bu Palestin köňül bilip atkanda musulmanlaryň köňlüni tutuş üçin bu işni kılıp atkandek bir iş bolady. Amma ýani bir noktadan garap atgan wagtda Xitay 200lik siýasat tutady Ottur Şerqde. Xitay bilen Israeliýa Otturski sowdunynki ötken ýyllyk umum samysy 24 milliard boldy. Xitay Hayfadaky, Tel Avivdaky, başga ýerlerdeki portlarga, maşinsazlykka we başga nurgun salyk meblag selişden sır özüniň nurgun mallaryny Israeliýaga çykady. Xitay Israeliýanynki 3-nji çoň sowda şeriki. Xitaynyň bilen Israeliýa Otturski münasibet bek çoňqur. Hatta bazı analizlarda İsrailiýanyňki kolu we bazı şirketleriniň kolu arkaly Amerikanynki ýokary derejedeki herbi kural mahbetlige erişkenligiga aýyt bazı ýazmalar we haberler bar. Şoňa biz dünýäningki siýaset tarihinden şu närseni bilimizki, eger iki döwlet oturysky münasibet milliard dollarlyk boldy eken, başga her kandak şekildeki eýipleşler we bir-birini tıllaşlaryň hemmesi bu ýerde oturup çykyp atgan bir oýan boldy. Eger bu ýerde Xitayninki Ottur Şerqdeki aşy siňip kirişi we kollaşy İsrailiýa döwletiniň menfaatine täklif kıldy eken, bunda bir gaýa zor sombolyk ticaret mevcut bolmaýdy. Şoňa biz bu ýerde Xitayninki intaýyn ýylygerlik bilen bir tarapda musulmanlarny aldap, ularnyň köňlüni tutup, ularnyň maşaýyky bolabiliş arkaly ularnynki ilkideki bütün baýlyklaryny şümirişden koýup düşse, hem Uygur qırgınçylykda ün çykagymsa,
yana bir tarafdan Isroil bilan bo'lgan davlat darajalik munosabatni hargiz qo'ldan bermaydi. Bu Xitoyninki intayin yiligarlik bilan ming yillardan beri olib kelayotgan intayin bir xil Machiavelliancha bir xil tashqi siyosat bir ninki davomlashishi bu. Bu tarix shunda bo'lgan, Xitoy yili ham shunda qilyotdi. Bu ishonchsiz, yiligar, saxtpaz va qarniyat bir davlat bu. O'rta Sharqdagi ishlar mana shu. Shu sababdan Amerikaninki Xitoyning O'rta Sharq bo'layotgan ishlaridan tamoman nimasi bor? Xabari bor. Shuning uchun Xitoyni O'rta Sharqdan chiqarib o'tishning o'zi Amerikaninki Xitoy qarshi turayotgan uzun muddatlik bir strategiyasining bir qismi. Bu strategiyaning asosiy nimasi? Masalan deylik, yana bir misol keltirdim bu yerga. Amerikaninki Ironga qarshi turishimi mana shu xil Xitoyninki bilan Iron o'rtasidagi kunsir cho'nqirilishayotgan iqtisodiy energiya sohasiga emas, balki bular o'rtasidagi harbiy sohadagi cho'nqur bir bog'lanish bor. Ironga tushirayotgan Amerikaning besimi va kelgusi appamoqchigan harakatlarining tegida yana Xitoy qarshi turish bor. Üçüncü yana bir misal alayım. Venezuela deymiz. Hozir Amerikaninki maxfiy CIA'ning boshqalarninki ishlari Venezuelada qattiq cho'nqirishyapti hozir. Nima uchun bunday bo'ldi degan vaqtda Venezuela 20 yildan beri Xitoyninki bir qo'l cho'mqiga aylandi. 60 milliardlik dollarlik bir qarzi bor Venezuelaninki. Ammo bu qarzning hisobiga Venezuelaninki neftlarini o'ziga intayin azam baliq, hatto bekarlik degidek o'ziga ekkiryotdi. Uningdan sir texadimi muhimi Xitoyninki Venezuela va Meksika qatorliq davlatlardagi zar ishlab chiqaruvchi bazalar bilan orqali va zarni to'shiydigan zar kartallar orqali Amerika bozorlarini zarga to'kma qilib bordi. Shuningdek Xitoy Venezuela qatorliq Latin Amerika nurg'un davlatlarininki eng strategik portlarini egallayotdi. Bularning hammasi Amerikani qorshab qilish. Amerika buni bildi. Shuning uchun Amerikaninki Venezueladagi, Irondagi va O'rta Sharqdagi faoliyatlarining hammasi garchi shu yerdagi shu davlatni ko'zlayotgan bilan cho'ng ma'nodan, cho'nqur ma'nodan va yiroq kelgusi olib o'tgan vaqtda Xitoyga qarshi turish. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi bu qarshilashishninki doirasi bu qadar kengri, uningki operatsiyonlarninki darajasi shu qadar inchga ve uzak planlangan ve şu kadar çoğunkur. Şu an bu işte köyge vaktimizde biz noktalarda Xitoyninki qilayotgan işlerde köme bunu biz Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi uzun muddatlik bir tirkishish va elishishninki bir xil ifodasi deb tushunsak bo'ladi. Rahmat, ko'pdan ko'p rahmat. Bizningki insonlarimizni siz burunmi bir deb o'tgan va o'tirib qo'ygan bir Xitoy oshiqligi bor. Xitoyni qattiq qudratlik, hech qanday vaqt yengilmaydigan, hammani kontrol qilib turadigan bir xil holat ko'rdi. Shundoq bo'lgan ekan, o'zini bilib bilmay Xitoyga bir xil qulluq bildiradigan ahvolda Xitoydan qo'rqadigan bir ahvol ko'rildi. Bu qatim bu O'rta Sharqdagi bu ishdan ko'rdikki, Xitoy o'zini cho'ng davlatmish dunyoda mening deganim hisob degan bilan amaliyotda undaq emas. Mana bu O'rta Sharqda 59 davlat qatnashibdi, 40 necha davlat qo'l qo'yibdi. Bütün Arablarni o'ziga qartib oldi, o'zim qartib oldim degan bilan amaliyot unday ishni qilolmadi. Bu qatim odatda kichik davlatlar qatnashda Xitoylar yiqimi kelamadi. Endi Xitoylar qanday bir usul bilan boshqalarga xato hukm berdi desangiz, bu UN'da, BDT'da Birleşken Milletler Teşkilatı'da bu kichik davlatlarni o'ziga qartib olib, UN'ni bu bir cho'ng ishlarni hal qiladigan bir cho'ng organ shaklida ko'rsatib boshqalarga nurg'un biletlarni o'ziga qartib, o'zining irodasini shu yerda aks ettirdi, o'zining maqsadiga shu yerda yetyotdi. Ammo Amerikaning qo'li bilan aytsak, Amerika UN'ni hozir ishlamaydigan, xato ish qiladigan bir organ sifatida ko'rib, UN'ga beradigan pulni bermay hozir ba'zi organlardan chiqib ketib, buni qisqartirdi. Bu nuqtadan ko'ralamizki, Xitoy amaliyotda xato yo'li bilan kichik davlatlarni o'ziga qartib olib, dunyoda hukmron o'rniga o'tib olganda qilgandan amaliy kuchda, iqtidorda, qobiliyatda Amerikadan chiqishiroq. Buni biz bu qatim O'rta Sharqning bu ishidan ko'rdik. Agar Amerika shu iroda kaslam musulmon davlatlar bilan va boshqa g'arb davlatlar bilan birlikda Xitoyni bir taraf qila oladi. Bu tunji misoli. Bu bizga bir xil umid bag'ishlaydi deb o'ylayman. Rahmat. Endi yaqinda
Türkiye Erdoğan'ın tasdiqi bilan Türk dünyası xaritasini e'lon qildi. Bu xaritaga Sharqiy Turkiston ilinmadi. Bu xaritaga qarasangiz Sharqiy Turkiston yo'q. Bu Sharqiy Turkistonni o'z ichiga olmagan atalmış Türk dünyası xaritasiga qanday qaraysiz? Bundan boshqa Turkiya 3 milliondan 5 milliongacha Uyg'urni yutkash fikri ijtimoiy taraqlarda keng tarqitib, o'zining odamlari bilan buni ijtimoiy taraqlarga to'shqizib yetib bordi. Bu ishga qanday qaraysiz? Bu normalmi? Aldı bilen bu sizlervatqa ikki misal bir-birisiga qarama-qarshi bo'ldi. Uyg'urni e'tirof qilmagan Turkiyaninki Uyg'urga sahib chiqib, o'zininki sharqiy qismiga yerlashtirishi bir-birisiga rab kelmaydigan gap. Bir-birisi qarama-qarshi ishlar bu. Bu bir. İkincisi, Türk dünyasida Uyg'urlarni qasddan bir unutib bilish xohishi hozircha davomlashyapti. Sanagan vaqtida Uyg'urlarni odatdagi xalqlari odatdagi ommaviy tashkilotlar sanab o'tgan bilan ammo muhim yerga kelgan vaqtda bularmi hukumat xarakterli rasmiy bir ishlarda Uyg'urlarninki nomi elinmaydi va Sharq Turkiston degan nom texmi yo'q. U yerda qatorliqlar. Turkiyaninki nima qilayotgani mana shu. Endi Xitoydan qo'rqib, Xitoyning tishini achchig'ini keltirmaslik uchun bu ishni qilyapti deymiz. Hamda texidimi muhimi Turkiyaninki Uyg'urlarni 5 milliondek Uyg'ur deyildi. Hozir buni bir Turkiyadagi Erkan Afyonchi deganmi bir ziyolisi bor ekan, shu o'tirib qo'yaptimish-ekan, buni Uyg'urlarni yerlashtirish deb. Buning hozir ba'zi inkasli bo'lib chet eldagi turklar yoki Uyg'urlar yo boshqalar qildi, ammo bizning hukumatimiz aniq dediki, bu birisi Uyg'urlarni ona vatanidan ayirib o'tish. İkincisi Uyg'urlarninki bu bir xil irqiy qirg'inchilik qildi Uyg'urlarga. Agar haqiqiy yordam beradigan niyat bo'lsa, Uyg'urlarninki hozirgi ahvolini chiqish qilib, o'zining zaminda Uyg'urlar qarshi va Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar qarshi ilib berayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish va Uyg'urlarninki mustaqilligini qo'llash. Gerçi mustaqil qo'llash yamanchiq gap, bizning nomimiz atanmat qilib biz mustaqilligimizni qo'llamaydi-ku. Ammo diplomatiya mandan biz keskin bir şekilde bayonot e'lon qildik. Men keyingi ingliz ba'zi narsa qarab baqsam, bizning bayonotimiz asosiy salmoq egallabdi. Mushu masalada. Hamda Turkiyaninki Uyg'urlarga ehtiyoji bunda tushmaydi. Bu yerda Xitoy bilan Turkiya o'rtasida bir ichki bir anglashma bo'lmasa, bunda tushmaydi. Ammo men Uyg'urlarninki Turkiyaninki sharq tarafiga yerlashtirish haqidagi gaplarni 2019 Turkiyaga borgan vaqtimda ba'zilardan mish-mish gaplarni anglashga boshlagan. Ya'ni Turkiyaninki yuqori qatlamidagi ba'zi turkparast, turk milliyatchi xarakterdagi ziyolilar va boshqa davlatni yönetadiganlar, boshqaradiganlar mushunday bir taklif degan. Buningki tarixiy uzunroq gap o'xshaydi bu. Chunki Turkiyaning ichida jiddiy bir demografik bir o'zgarish bo'lyapti. Turkiyaning sharqiy qismida, ya'ni Xitoy deymiz, Van deymiz, qatorliq mushu shahar va yezi qishloq qatorliq rayonlarda turkning nufusi jiddiy ozlayotdi. Zaten turkning nufusi zaten tushyapti hozir. Mushundaq ahvol ostida aholi sizlishi, yoki aholininki qurilmasidagi tangpungsizlik kelib chiqib, u yerda yashayotgan kurdlarning soni eshib, turklarning soni vaqtda bu yerda davlatning birligi va muqimligiga tahdid shakllanyapti. Ciddi bir ihtiyaç var bir yerde. Yakın kelgüsde bir iş bulmasa bu yer asasda Türkiye'ninki koldan çıkışı mümkün. Onun üstüge hazır Türkiye'de Türk milletçilik bilen Kürt milletçilik otursa gayet zor bir davalgış buluvatıdı. Türkiye'nin beşide ot köyü vatıdı desem. Ben bunu çoğunkurlap kirmeyim. Türkiye biz gayet zor balay afet saklap turibdi. Men bunun ichiga kirmay, bu bizning ishimiz emas. Faqat bu savolning o'ziga kelay. Biz buni qabul qilmaymiz. Qaysi xil shakldagi va'da, go'zal va'dalar bo'ldiki, bizning nomimizni atayamagan har qanday davlat va har qanday shaxsningki bizning manfaatimizni ko'zlab deyilgan har qanday gapi logik jihatdan xato, axloq jihatdan xato, siyosat jihatdan xatarlik bo'ladi biz uchun. Buning uchun biz allburun bayonot e'lon qilib qoldik. Bu jihatda tatlı tushlarni ko'rayotgan, shirin tushlarni ko'rayotgan qarindoshlarimizningki bu tushlardan boldiroq uyg'onishini umid qilaman. Uning ustiga
2019'da yak bundan burun bu kadar zor strateji köreldiğin Türk siyasileri Uygurlarını Suriye'ye yerleştirmek, şuya yerleştirgen bek obdan buladı. Şu çağda nurgulluq Uygurlarını Xitayning birligi bilan Türkiye chiqara olgan. Yalgan pasportlar, necha minglagan yalgan pasportlar taqdi olgan. Qo'lidan kelatdi. Ama albatta u jihatdagi yo'shirin kelishimda bu xil plan yo'q-da. U chaqda Uygurlarni Suriyada tutib turish orqali terrorist kurashga ehtiyoji bor-da. Türkiye şunu maslaşkan. Hem de o ihtiyacı türep Türkiye'nin beşiği gün düştü hazır. Eğir gün düşü vatıdı, eğir gün düşüdü. Kallık gün düşüdü. Türkiye'nin aldığı hazır. Türkiye'nin ki asasi kanunundaki aldığınki 3 madde. Yani özgertişki bulmaydı dep qaralgan, hatta parlamentda talaş tartışma kılınmaydı dep qaralgan mesele eğir gündem gelip atıdı. Gün tertip bulup da. Şuna Uygur meselesindeki Türkiye'nin bu içki kısmındaki bu ziddiyetlerine arlaşkımız yok. Biz bunun da müstesna. Biz fakat özümüzün ziminde yaşayımız, özümüzün ziminde nemi görsek görümüz, özümüzün ziminde köz yumuşunu halayımız. Bu zimin biz için, Türkiye için şarkı kısmı şu kadar mukaddes olsa, şarkı Türkistan mı her bir Uygur için şundan mukaddes buludu. Türklerin şu siyasileri özünün kelgüsüne kançak danaklıkla körelse, biz mi özümüzün kelgüsüne şunda danaklıkla körümüz. Biz için Uygur'un menfaat birinci orun turdu. Biz erkin alıp tekin emas. Her kandak bir Türk'ninki Türkiye için hizmet. Bizden Türkiye için hizmet kılış mecburiyetimiz yok. Biz Türk halkla kerindaş. Ama Türk devletine hizmet kılış mecburiyetimiz yok. Bizden fakat Şarkı Türkistan devletine hizmet kılış mecburiyetimiz var. Gepim tügüdü. Rahmet. Siz cho'nqur nuqtadan so'zlab tushuntirib berdingiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Turkiya xuddi Uyg'urlarni Suriyada yam qilib berganga o'xshash. Bundan keyin bizni yana cho'ng yamchiq qilib, bizni qarg'a chiqarib, terrorist chiqarib, Xitoy bilan birga o'yin o'ynash mumkin. Siz degandek biz o'z vatanimizni tashlab yetkalmaymiz. Bu mantiqqa sig'maydi. Xuddi uni oldida e'lon qilgan xaritada biz yo'q. Ammo biz turk bo'lib, ularningki sharqiga yetkildik ekanmiz. Bu mantiqqa sig'maydi-da. Sen bizning Türkiye'mizdimi? Belki aşağı köçken Uygurlarning hayotiga bexatarligiga kapolat qilib bo'lmaydi. U nayt qisiq bir o'tnosi ko'yayotgan bir rayon. Türk devlet egi chiqdi degan taqdirdimi Uygurlarga atrofdagi aşı millatlar aram bermaydi. Rahmat. Hatta bizniki hatta aşağıdaki katliam davamlashishi mumkin Uygurlarninki Sharq Turkistonda berayotgan qatlami ash zaminda davamlashishi mumkin hatta biz uchun. O'xshash shaklda. Bu qarşılı mantiqqa sig'maydigan bir qo'lda bizni turklikdan chiqarib o'tib, yana bir qo'lda qarindoshsan, biz yetkab kelamiz deb hech qanday nomus qilmasdan o'tirib tashlatdi. Ammo qiziq yeri Mamtunan efendim, bizning hukumatimizdan boshqa hech kim bunga diqqat bermadi. Mundaqcha aytganda xumsizlik qilib jim turib bordi. Bu amaliyotda cho'ng ish. Bu millatning taqdiriga bog'liq cho'ng bir voqea. Buni kim deganda fikr berish kerak. Biz buni ko'rmadik, ammo hukumatimiz o'zimizning maydonini aniq qilib o'tirib tashladik. Hamda Amerika bilan Xitoy munosabati boyim ozroq deydi. Yaqinda yana jiddiylashdi. Trump qaytadan Xitoyga 100% boj qo'yman deb tahdid qildi. Hatto ba'zi ahvolda 500% boj qo'yish ehtimoli bor deb o'tirib tashladi. Hamda siz Amerika Xitoy munosabatini kelgisini qanday ko'rasiz? Buning uchun men bir narsani eslatib o'tib ketay, qisqalik qilib. 1823-yili James Monroe degan prezidentning vaqtida Monroe Doctrine, Monroe ta'limoti yoki nazariyasi degan bor. Monroe Doctrine Amerikaninki 1823-yildan boshlangan barliq tashqi siyosatninki eng yadroliq qiblanam xarakterlik bir ta'limoti. Bu ta'limotga ko'ra G'arbiy yarim shardagi, ya'ni Shimoliy Amerika, Takım aralları Caribbean degan rayonlar ve Latin Amerikası, Avrupa'nınki G'arbi ve Afrika qatorliqlar shu ta'limotga ko'ra Amerikaninki ta'sir doirasidagi rayonlar deb qaraldi. Bu rayonlarda Amerika har qanday bir chet el kuchininki mush rayonda Amerikaninki manfaatiga daxl tarz qilishga, uningga robro turib, uningga qarshi turishga yo'l qo'ymaydi. Hem Amerika mı bu rayonlardan başka bu rayonlarda Avrupa'nın içindeki bu aslında Avrupa'daki devletler kartılgan neyse bu aslında bu Monroe biz. Avrupa'daki içki uruş talaşlarına Amerika arlaşmaydı hem ulanı mı özünün işlerine arlaştırmaydı. Kısaca desem. Gerçi bu talimat birinci Dünya Uruşlarında azrak bozulgan
ve soğuk münasebetler uğraşta Amerika'nınki Latin Amerika'daki nurgulluğun siyasi özgürlüklerine yoşurum katlaşışında azırak kıyıp ketken bolsumu ama Trump hükümeti bu talimatını qaytadan o'ttirg'a qo'yib, Xitoyningki mush rayondagi har qanday faoliyatiga chek qo'yilganligini asta-asta boshqalarga bildiryapti. Ya'ni Trump Monroe talimatı o'tirib qo'yilgandan keyinki uni tunji qitim uch oshkora amallashtirishga qaror qilgan birinchi prezident. Bu Amerika'ningki tashqi siyosatininki eng yadroliq bir ruhi bu. Bu ruhqa talan-taraj qilishga petingan har qanday bir davlat yoki guruh Amerikaning dushmani qatori sanaladi. Trumpning qilayotgani bu. Shuning uchun bu rayonninki atrofida Xitoyning mush rayoni kuchayapti. Masalan, Abadiy Latin Amerika, Venezuela va Kolumbiya deymiz, Peru deymiz, Braziliya deymiz. Bu yerdagi Xitoyning faoliyati bag'anzir kuchayapti bu yerda. Mushlarga nisbatan Amerika Xitoyga hamda o'zizlikka qarshi turishdan boshqa ish yo'q. Mushlar amillashtirilgan bu shunday bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, biz Amerika bilan Xitoy o'tirishga hozirgi to'qinishda o'zaro bir-biriga tanish munosabat qarsak bo'ladi. Bu tanish munosabat qanday degan vaqtda Amerika 20 ya'ni 1997-yillardan beri Xitoyningki o'zining bozorga eqib kirgan oqma mollarininki sababidan iqtisodda zo'r darajada chekindi. Men o'tganda bir gap deb o'tib ketgan. 1974-yili Birlashgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti degan, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotininki Lima ahdnomasi degan bir ahdnom bor. Bu ahdnomni tushunmagan odam hozir g'arbning nima bo'layotganligini tushunmaydi. Bu ahdnomga ko'ra birinchi dunyo ellari o'zining texnikalik bilimlari, asliyalari va muassasa yoki uningki barliq bilimlarining hammani shu dunyo ellariga yo'tkaydi. Asta-asta sanoatsizlashtirildi degan bir tarkiblar bor. Buning bilan g'arb asta-asta sanoatsizlashtirildi. G'arbninki sanoat ishlab chiqish asosida nega o'tkeldi? Xitoyga o'tkeldi. Nexon body deydik, Dunyo banki Xitoyga qarz berdi deydik, Amerikaning shirkatlari eqib kirdi 80-yildan tortib Xitoyga dedi. Qatorliqning hammasi tasodifiy yuz berayotgan ish emas. Bu g'arbni sanoatsizlashtirishninki bir 50 yildan ortiq bir plan edi. Bu planninki qo'rqinchli oqibatlarini ko'rdi. Amerika bulapmi Covid vaqtida dunyodagi ta'minlash zanjirida Xitoyninki bu zanjirninki g'arb davlatlarininki bo'yniga silingan sirtmoq ekanligi, g'arbninki hattoki bir tal tozliq qog'oz uchunmi Xitoyga yelindiganligidan iborat ichinchi bir ahvol o'ttirg'i chiqdi. Covidni qilgan birdan bir yaxshilik shu insoniyatga. Ular tunji qatim bo'yindagi zanjirni ko'rdi. Xitoyning zanjirini ko'rdi. Sirtmoqni ko'rdi. Shuning bilan hamda hozir bu Xitoy bilan bu nimada Amerikaninki Xitoyning mollariga tayinib qilishdan iborat bu narsani Trump buzishga tushyapti. Hatta buningga qarshi shu Xitoy nima ish qilyapti degan vaqtda serak to'pini dunyoning hamma joylarida serak to'p orqali serak to'pini o'zidan shu Xitoydan serak to'pini import qilgan davlatlarninki serak to'pida yasalgan narsalarni setish bu ishni Xitoyning ruxsatsiz qilishni cheklayapti. Ya'ni mening to'pam bu deyapti Xitoy. Butun dunyodagi barliq kompyuter, aeroplan, barliq hozir eng ilg'ormish elektronlik asboblarning hammasi ketadigan serak to'pini Xitoy mening deb dunyoni o'ziga qaytadan beqindirmoqchi bo'lyapti. Biz o'tgan bir qatam deb o'tgan Xitoy bu tahdidni Amerika bu tahdidni aniq his qilganlik uchun asta-asta buni boshqa davlatlardan qiladigan, masalan Avstraliya va boshqa davlatlarda bu narsa bor. Ammo uni ishlashga yamanji ish ketadi. Tannarxlar emas, havoni bulg'aydi. 1 tonna serak to'pini ishlash uchun 200 tonna axlat chiqadigan gap. 1 tonna serak to'p uchun. Bu shu qadar jiq. Buning 90%ni pishiqlab ishlangan, cheklangan serak to'pininki 90% dunyodagini Xitoyning kontrolligida. O'qilishli bir narsa. Agar Xitoy buni to'xtatsa, dunyo to'xtab qoladigan holatga keldi hozir. Ya'ni kompyuter boshqa ishlab chiqarish to'xtab qoladi. Xitoy buni biladi. Hamda Xitoyning Amerikada tayinlagan nimasi nima degan vaqtda bu uzaklar. Uzaklar. Buni Amerika Xitoyda to'sab, Xitoyningki oxirisi Xitoy o'zi ishlab chiqarishga tushyapti-ku. Buni ishlab chiqarib, buni chiqib buni o'disini chiqish uchun Xitoy xarijlik ishlar ketadi. Demak, Amerika Xitoyningki mollariga jumladan serak to'pisiga muhtoj
Xitoy Amerikaninki nimalarga chiplarga muhtoj, ya'ni o'zaklarga muhtoj. Bu ikki qatlamliq tayinish bo'lib qoladi. Hamda bu yerdagi hozirgi shu tamojna beja qatorliq shu Trumpning qilayotgan hammasi asosan Amerikaninki Xitoyga beqinib qilishiningki oldini. Shuning uchunmi Amerikaning shirkatlari hozir Vyetnamga, Hindistonga, boshqa yerlarga taqilib Xitoyga bevosita beqinib qilishiningki oldi ilinyapti. Kelgusi savolingizga kelsam, kelgusidagi bu to'qinish texnik shiddatlashadi. Chunki Xitoy Trump bilan Xi Jinping ikkisi 10-yilning oxiri 11-yilning boshida ko'rishmoqchi-ku. Ko'rishdigan vaqtida Mao Sirak to'pini kontrol qilishni e'lon qilish orqali Trumpga besim tushmoqchi bo'ldi. Ammo Trumpning hozirgi ahvolidan Trump shu narsani bildiki, Amerikaninki kelgusi hayot-mamotlik bosqichi turyapti. Hayot-mamotlik. Ya'ni 20 necha yildan beri Amerikaning prezidentlari Amerikani xonavayron qilib o'tdi. Satqinlik qildi. Eng chong bu ishni jinoyat o'tkazganlarni, ya'ni davlatni vayron qilib o'tganlarning birisi Obama bo'ldi. Obama'ningki bizga qilgan ishlarini sanab tugatasiz. Uyg'ur xalqiga. Bu turib tursin, Amerikaning o'zi kelgan vaqtida endi Trump hozir boshqa tanlash yo'q Trumpga. Hozir mushu Amerikaninki oldingi 20-30 yilda o'tkazgan, aqamaq o'tkazgan xatoliklari Trumpninki zimmisida hozir. Buni o'zgartirishga tirishyapti. Trumpninki 2-3 yildan ortiqroq vaqt qoldi. Nati jiddiy ma'nosi bo'lmaydi. Biz bilamiz, Xitoyning plani 100 yillab mangdi. Amerikaning plani 4 yildan keyin paramparchalab ketdi. Chunki yangi bir prezident chiqqandan keyin Biden Trumpninki birinchi navbatdagi butun nimasini bir kun ichida o'zgartirib o'tganda, bir kun ichida Trumpninki necha yil tiklagan va necha 10 yilga ko'zlangan planlarini bir kunda vayron qiladi. Bu qadar bir xatarlik ahvolda Amerika hozir. Shuning bilan bir vaqtda Trumpninki boshqa amali yo'q. Amerikaninki Trumpdan boshqami bir nomzod yo'q bu ishni qildiganga. Hattoki Cumhuriyetçi Partiyasimi Trumpning izini bosqidek bir odam yo'q hozir. Demokratlar turib tursa. Demak, Trump o'zininki tarixiy vazifasini biladi. Bu qatam Xitoy qarshi turmasa, Amerikaning emas, insoniyatning vayron bo'lganligini biladi. Xitoy ham Amerikaninki vayron bo'lish orqali insoniyatni o'zining kontroliga elishdan iborat bu fursat uchun kech-kunduz tirishyapti. Ham Amerikaninki bu jihatda vayron bo'lishni kech-kunduz kutyapti. Hamda azroq bir xo'sh xabar shuki, yaqinda 9 Fujianninki harbiy rayonlarininki 9 amaldori vazifasini chiqdi. AQdan tozalash bo'ladi Xitoyning ichki qismida. Bu bek yaxshi xabar bu. Ya'ni Xitoyning harbiy ishi, Xitoyning harbiysi Xitoy Kommunist Partiyasi uchun eng chong xirist. Men ko'p degan bu gapni. Harbiyning ishidan chatoq chiqadi ekan. Ya'ni tozalashning o'zini bildirdi, ishonchsizlikni bildirdi. G'azab, nafratni bildirdi va bu yerda o'chilishni bildirdi. Xi Jinpingning kunlari bek uyqusi hamda kunda harom bo'ladi hamda. Bu yomon takrorlanib Xitoyning ichi tinchsiz, xuddiligi puruq qachlangan nimaga o'xshaydi. Va kichkina bir shoqas portliqdek kelib o'tadi. Shuning uchunmi biz yana umidni uzmay, dunyoninki siyosiy intan tiz o'zgarayotgan bir vaqtda shunda bo'lsa-mu, umidimizni uzmasligimiz kerak. Melanin bo'lsin, bizning kunimiz, bizning taqdirimiz eng oxirisi Amerikaninkiga va eng oxirisida insoniyatning taqdiriga bog'langan. Bir inson bo'lishimiz bilan butun insoniyatni beshig'i mumkin kelsa, biz shuni bilib ko'ramiz. Gapim tugadi. Rahmat. Sizningki bu savolga berganingizdan pek xush bo'ldik. Chunki bu Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi bu to'qinish, bu raqobat pek uzun so'zilgan ekan. Bu Sirak to'pi deganning o'zidami Xitoylar buni pek burundan boshlabla butun g'arbniki texnikasini ilib olgandan keyin o'zidan qanchalik bedel ketishdan qat'iy nazar ziyniga ishlab turib, azon setib turib, butun g'arbniki shu Sirak to'p ishlaydigan shirkatlarni bekor qilib qo'ygandan keyin mana hozir endi dunyoninki gilni bo'lib oldi. Bu faqat bir maqsadda bo'ladi. Bu hargiz pul tepish bu emas. Faqatla vaqt kelganda dunyo xo'ja bo'lish, dunyoni o'ziga qaratish bir maqsadi. Buni bu qatam butun hatto shu Sirak to'pining persenti 0% bo'lsa-mu, bizning tasdiqimizda o'tadi degan narsani o'tirib tashlash orqali dunyoga o'zini
ki kuchini, qudratini ko'rsatmoqchi bo'ldi. Buning natijasi nereden chiqdi? Oldimizda ko'ramiz. Siz degandek Amerika bilan qanchalik darajada tirkishalaydi deganda. Xuddi siz degandek Yaponiya bo'lamdi, Avstraliya, New Zelandiya qatorliq davlatlardan Yaponiyada texnikasi yuqori ekan buningki. Hamda Avstraliyadan va New Zelandiya degan davlatlardan, unda boshqa Ukraina ham bor, hatto Rus ham bor. Bu yerda qon ichishni Amerika o'ylashyapti. Ammo o'ylashgan bilan yana xuddi siz degandek buni nurg'un vaqt ketadi ekan va nurg'un ziyon ustiga bu narsa o'tirib chiqar ekan. Agar bozorning qonuniyati bo'yicha aytganda bundan foydalanadigan narsa emas. Bu dunyo kapitalizmninki yo'li bilan menayotgan bo'lgani uchun buningga hech kim ziyniga ishlamaydi. Ammo Amerika davlat mudofaasi degan gap hozir Amerikada o'zgardi. Urush organi, urush urush ministerligi demdi. Urush ministerligi buni o'zi ziyniga bo'lsa-mu davlat ilkiga elib oldi, Seriktop ishlayotgan shirkatni. Uningki Seriktopni ishlab chiqarishiga kapolat beradigan ziyon tasimi davlatning puli berilgan bunday shaklda. Demak, buningdan biz bu Amerikaningki, G'arbninki irodasini ko'rib olamiz. Hamda G'arb desak, cho'ngga ketimiz G'arbninki chiqqanlarni Xitoylar o'z qo'liga olib qo'ygan, ammo Amerikaga kelganda xuddi siz deganingizdek Trumpninki uyg'unishi bilan va Trumpning oxirgi bir to'p insonlarninki o'rtaq ishlashi bilan tirishchanlik bilan hozir yaxshi yo'lni ketyapti. Hamda Xitoy bizniki jiq jirkimizni mujib ketgan nurg'un odamlarimizni qattiq qo'rqitib o'tgan, sirtda erkin turibmi, bir erkin fikr qilishga jur'at qilolmaydigan nurg'un odamlarimiz bor. Shularni qo'rqitib o'tgan Xitoyning hozir kuni tasga ketyapti. Ilohim ularni insonlarga eng chong ziyon keltiradigan bu Xitoylarni yig'ishtirib bersa ajib emas. Bundan xo'sh bo'lsa bo'ladi. Siz 9 dedingiz bu generallarni. Bugungi xabarda yana 20 necha ularning Shangjangda edi, uning Zhongjianglarini tutibdi. Demak, bu davomlashyapti. Ma yig'in bo'lishning oldida Xitoylarniki yaxshi kunlar kelyapti. Biz bundan xushallik bilan yaxshi xabarlarni kutsak bo'ladi. Hamda bizningki taqdirimizga bog'liq bizning bir qo'shnimiz Yapon bor. Hamda bu Yaponningki yangi bir ayol vazir o'tirib chiqish oldida turdi. Bu ayolning ismi Takaichi Sanae. Hamda bu ayol ayniqsa Abe'ninki yeteklab tarbiyalashi bilan chiqqan ayol ekan. Hamda siz buni qanday qaraysiz? Takaichi Sanae o'ngchil lider deb qaraldi ekan. Hamda bu ayolninki mandalida Yaponiyaninki beshida 3 cho'ng o't kuyuyotidu. Birisi aholisizlashish, ikkinchisi Xitoy tahdidi va boshqa tahdidlar, urush xarakterli tahdidlar. Uchinchisi iqtisodninki izchil bir xil turg'unligi. Birinchisi kelili bak muhim narsa bu, ya'ni aholisizlashish. Yaponiyaninki o'tgan yillik aholisida 1 millionga yaqin odam kamlabdi. Ya'ni Yaponiyaninki nimasi cho'g'ish nimasida 1.2-3%. Bu 1 bo'lish kerak asli. Avloddan saqlanib qolish uchun da bu tuvan hamda favqulodda tuvan. Yoshlar to'y qilib farzandlik bo'lishni xohlamaydi. Garchi Yaponiya Osiyoga joylashib bilan Osiyoninki an'anaviy kulturdagi oila kulturi va ayolning uyda turib bola boqish qatorliq jihatlarda esil bir an'anaga ega bo'lsa-mu, ammo shu kapitalizm tuzumi, modernizm deymiz, keyingi modernizm deymiz qatorliq ishlar bilan bo'lapmi iqtisod jihatdagi zo'r stress, uzoq ishlash qatorliq nurg'un omillar bor bu yerda. Qatorliqning hammasi Yaponiyaninki aholisining o'sishini borgan sari manfiga tushiryapti-da. Cho'ng bir xiris bor Yaponiyaning. Anandan keyin Yaponiyaninki bu ayoldan burunqi ishi bormi? Bosh ministri Afrikadan uya bu yerdan ekilib Yaponiyaninki aholisiniki ozlishiniki bir taraf qilamiz degan. O adamni ekib baqqan, ammo ular bilan yerlik yaponlar o'tirishga munosabat yiriklashib, hozir shuning uchun bu ayolninki o'tirga chiqishi bir muhim bir turk bo'lib qoladi deymiz. Demak, Yaponiya hozir bu aholininki demografiyasidagi egiz pastliklar va tangpongsizliklardan bek aromsizlanadi. Qanday qilishini bilmay nima qiladi. Garchi Yaponiya nurg'unlagan mashinalarni ishlab chiqarib, o'zining ishlab chiqishini davomlashtirib yurgan bilan
iş bununla bitmeydi. Çünkü bu yerde bir Yapon xalqı ulaş gerek, Yapon devleti için bir Yapon royu ulaş gerek, Yapon kültürü davamlaş gerek, keyingi avlodlar şu kültürde din bulaş gerek. Ama bazı tahlillar qaragan vaqtda 2070-yilga vaqtda Yaponiyaning hozirgi 30%dan 40%gacha aholisi yo'q bo'ladi degan gap. Şuna bu jihatda u o'ngchil va ko'chmanlarga qarshi siyosatni yurgizyotdi bu ayol. Bu birincisi. İkincisi Xitoyga bo'lgan tahdidni aniq his qiliqliq. Hattoki qarshi kunki bir so'zida anglasam bu ayol deydiki, Xitoyning istixborot qonuniga ko'ra Xitoydagi chet eldagi har qanday bir odam istixborotningki Xitoy davlatiningki istixborot jihatdagi manfaatiga loyiq tushsa yoki shunday bir ehtiyoj tushsa, ular o'zining davlatiga xizmat qilish kerak. Bu jihatdan aytgan vaqtda Yaponiyadagi har qanday bir Xitoy kelgusida Xitoy istixborotiga shartsiz ishlaydigan odamlarga aylanadi. Bu bizningki bexatarligimiz degan gapni qilyotdi. Bu ayolninki bu jihatdagi tushunishi bek cho'nqir ekan. Bu uzun yillardan beri Shinzo Abe qatorliqlar bilan birga yurish jarayonida Xitoyninki tahdidini va Xitoyning qanday bir davlat ekanligini intiq bilguchilarning birisi. Bu jihatdan garchi bu ayol hozircha Uyg'urlarninki jumlada Sharq Turkiston masalasi haqida aniq bir bayonot yoki qo'llashni demagan bo'lsa-mu, lekin xuddi ayni vaqtdagi Shinzo Abe'ninki hukumati Uyg'urlarninki ishlarini jumladan Sharq Turkiston ishlarini ma'lum jihatda qo'llab kelgandek, bu ayol hokimiyatga o'ltirib o'zininki kabinetini tashkillab haqiqiy siyosatlarni jumladan tashqi siyosatni o'ttirib qo'ygan vaqtida menimcha Uyg'ur masalasiningki o'ttirg'i qo'yilishda umid bor deb qarashga bo'ladi. Uning sirtida hamda Yaponiyadami xuddi g'arbdagi boshqa davlatlarga o'xshash solchillarning kuchi intayin kuchli. Buni bilamiz. Solchillar va o'ngchillar o'tirisidagi to'qinish bek cho'nqur, xuddi Amerikaga o'xshash. Bu jihatda hattoki kelish turgili bo'lmaydigan bir ahvollarmi bor. Hamda bu ayolninki taxtga chiqqan vaqtida davlat ichi va davlatning sirtidagi nurg'unlagan xirslarga duch keladi. Murakkab bir davlat ichi va sirtidagi masalalarni bartaraf qilishga majburlandi. Buningdagi eng chong masalaning birisi ichida o'zining aholisiningki demografik tengpungsizlik bo'lsa, sirtida Xitoyninki tahdidi jumladan Xitoyninki Tayvanni yutib qarta olib boradigan harbiy mudofaasidan kelib chiqadigan nurg'un oqibatlar bor. Yaponiya bu urushga tayyorlik qilib Tayvandan yana turyotdi. Agar bu urush haqiqatan portlasa, xuddi Xi Jinping bir necha qatim shapa bergandek Tayvanni ammay qo'ymaydiganligini haqiqatan nima qilib uchoq Xi Jinping cho'qim taxtga o'tira olish kerak-ku. O'tira olishmasa nayni qilyotdi uningki. Ammo shu, ya'ni Xi Jinping o'rniga chiqqan biz bo'lsin, bu ishni qilaman deb qolib qolsa, Yaponiya buning aralashdi. Buning bilan Xitoy va Yaponiya o'rtasidagi munosabat radikal burilish va radikal bir xil yangi bir bosqichga kirdi. Bu jihatdan aytayotgan vaqtida Yaponiya buni ham his qiliqliq, ham buningda o'zini qochira olmaydi. Chunki Yaponiyaning jug'rafiyasi, agar jug'rafiya taqdir bo'lgan bo'lsa, jug'rafiyasi mana shunday bir taqdir peshonasi tugli. Xitoy bilan garchi to'qinishmasmi, Xitoy bilan g'oyat zo'r bir Xitoyning tahdidini bartaraf qilishga majburlandi. Majburlanmasa halok bo'lganligini biladi. Amerika bilgandek, Yaponiya ham buni biladi. Yaxshiki bu ayolninki Amerika bo'lgan tutgan pozitsiyada u Amerika parasi deb qaraladi. Amerika bilan ittifoqlashish orqali Xitoyga qarshi turishninki tarafdori. Biz hamda uni keyin taxtga chiqqandan keyingi tashqi siyosatlar va ichki davlat ishi siyosati qarab turib taqdim ilgirlab tahlil qilsak bo'ldi. Meningcha mening bu ayol haqidagi deydiganlarim mana shunchak bo'lsin, so'zim tugadi. Rahmat. Endi bu ayol taxt chiqishning oldida bu o'zi bilan hamkorlashayotgan partiyaning odamlari buniga bilet tashlashni rad qildi. Jiu Minchto emas, yana birsiniki. Shuning bilan bu ayolning taxt chiqishida bilet yetmay qoladigan bir xil xavf ko'rilib, hozir hamda yana bu boshqa bir partiya bilan kelishib, asosan o'tirg'i taxtga chiqadigan, yana vazifaga o'ltiradigan bir ahvol ko'riladi. Bu yaxshi ish, chunki Shinzo Abening yo'lini tutsa, bu kam deganda Amerikaga yaqin Xitoyga jiroq bo'ladi. Bu nuqtadan logikalik o'ylasakmi, albatta bizga yaxshi bo'ladi. Hamda bizning Yaponiyadami nurg'un bilimlik, yuqori saviyadagi odamlarimiz bor. Uyg'urlarga shunday fursat kelganda yanala Xitoydan kishilik huquqni talab qilib, aytganda kechgacha bu yo'lni mangmasdan bizning hukumatimiz bilan hamkorlashib turib, bizningki irodamizning mustaqillik ekanligini bildirib Yaponga. Yapon buni bek yaxshi tushundi. Yapon Uyg'urning ahvolini, Xitoyning ahvolini bek yaxshi tushundi.
bu Amerikadami yaxshi tushundi. Chunki bu tarixdan shu jo'grafiyada turayotgan bo'lgandan keyin bizning irodamizni to'g'ri bildirsak, bizga texim yaxshi yo'l chiqadi deb o'ylayman. Shunga buni Yapondagi qarindoshlarimizga deymiz. Biz beshimizni egib, ertaganni kechgacha kishilik huquq desak, kishilik huquq deganni taxtdagi insondan so'raydigan narsa bu. Bizning masalamiz kishilik huquq bo'lmasdan mustaqillik masala bizningki, davlatning egilik huquq masalasi. Shu nuqtadan bo'lsa-mu bizga bir yaxshi bo'ladi deb o'ylaymiz. Endi bu ayol endi Yaponda bir ayolning chiqqanining o'zi, ayolning taxt qildigan bu Osiyodagi bir cho'ng ish bo'ladi. Hem buni Yaponninki bir demokratiyaninki, Yaponninki taraqqiyotining qanchalik yuqori ekanligining bir ifodasi bo'ladi. Ayinchada bu ayol hatto muzikant ekan, naqsha aytar ekan. Shunday bir ayolnimi nimaga chiqa olishi, bir davlatninki prime minister o'ringa chiqa olishi bu cho'ng bir nimani bildirdi. Endi biz buningdan chiq, masalan, bir chet elda bu g'arbliklar, yaponliklar Xitoyni ko'rganda chiroyini farqlantirolmay bu birmi deb o'ylab qoladi. Lekin Yapon bilan Xitoyni men o'zim Yaponda o'qigan, pek yaxshi bilaman. Yaponliklar esil. Men mishada azroq nim qilib qo'yay. Biz Yaponlikdan umid qilsak bo'ladi. Mush ayolning chiqqani bizga bir fursat. Oldida dedik biz. Bu fursat bo'lishi, agar bu rost degandek Xitoy bilan tirkishib o'zining manfaatini qo'g'daydigan bir prime minister Sori Dajin bo'lsa, Yaponcha qildim hozir. O çağda biz bundan bu fırsatdan faydalanışımız gerek. Biz Yaponiyada yani davamlı berip geliş fırsatını ketkizip koymayımız dep lan qo'rqib yaşasak biz bu fırsatını ketkizip koyamiz. Fakat yaxshi olmaydi. Yani bu savolni chiqarishdagi maqsadimiz shu, Yapondagi qarindoshlarningki azroq sagak bo'lishini umid qilamiz. Endi sizga ko'pdan ko'p rahmat Mamtunali afandim, bizga nurg'un narsalarni o'rgatdingiz. Asli bizningki planimizda Aqtashliq kitobning oxirini yani deyishimiz kerak edi. Undan keyin siz hammadan ko'p jur'atlaringizni sarf qilgan erkiy qirg'inchilik to'g'risidagi yozgan kitoblaringiz to'g'risida, sizning ideyalaringiz to'g'risida bir suhbatlarni davomlashtirsak bo'ladi. Sizni yana orqamiz oldimizda. Bugun ham vaqt munosabati bilan sizga ko'pdan ko'p rahmat. Programmamiz oxirlashdi. Hammalarga Alloh omonat. Xayr.